Salam qadrli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar yaxshi turdinglarmi? Oldingi hafta darsimiz endi bo'sh qolib qoldi, kechirsizlar. Men biroz aldirashib qolib dars chiqaramay qoldim. Bugun asli tarixdan dars chiqargan vaqt edi, lekin oldingi qatimlar darsimiz qolib qolgan bo'lg'ashqa, shu mazmunni bugun chiqarishni loyiq deb ko'rdim. Balkim sizlar bugun, ya'ni o'tib ketish hayitining bayrami sifatida va shundaqla tirilish Hazrat Aysoning qayta tirilganligini yod etish tüpaylidən ötküzüldüğün yığılışlarınlar köp buluş mümkün. Bugün cümədən başlap, yekşənbə günügəcə bəlkім hər qaysı cəmaatlarda yığılış, ibadətlər köp buluş mümkün. Şundaqdımı bizim dərslərimiz hər cümə çıxırışını oylağan, planlığan, muşu çıkırışını məqsəd qılıb, könlümüzü püküb başlayan dərs boğaşqa, amal ba, vaxtının yarı bəgini bu için çıkaraydıdım. Bu gerçi bizim planımız bozmu, ama Xuda şuna vaktini, şəraitini, fürsətini bəgən vaxtlarda, şuna fürsətlərini bəgən vaxtlardan faydalanıb, dərslərini, Xudanın sözünü, öyrənişini, davamlıq çın tutuşunu, yəni qaldırmaslıqını məqsəd qılıb, bugün bu dərsini davamlıq çıxaraylı deyib oylaşdım. Ondaq bolsa bugün dərsimizin davamı Yuhanna bayan qılan xoş xəbər. Dərsimizin davamı 7-ci bab 10-cu ayətdən 24-cü ayətə qədər bolğan məzmunlarını bugün bir qatim görüb çıxaylı. Aldı bilan dərsi başlaşdan burun biz bugünkü məzmununu bir qatim oqub çıxaylı. Hazrat Aysoning inalari Yerusalimga hayit uchun ketgandan keyin Hazrat Ayso o'zimi u yerga bordi. Ammo oshkor emas, yoshirin bordi. Hayit ayam kunlarida Yahudiy oqsoqollari uni izlab haloyiqdan Aysoni ko'rdinglarmi deb so'rashdi. Kishilar orasida uningga munosabatli ko'p gap so'zlar eqib yurdi. Ba'zilar uni yaxshi odam desa, yana ba'zilar yo'q, dal aksicha xalqni ozdiryotdi deyishdi. Biroq hech kim uning yaxshiligi to'g'riliq oshkor so'zlamaydi. Chunki Yahudiy oqsoqollardan qo'rqatdi. Hayitning yerimi o'tganda Hazrat Ayso markaziy ibodatxona o'yinlariga kirib xalqqa ta'lim berishga boshladi. Yahudiy oqsoqollari bu odam hech qachon ta'lim olmagan turuqliq, uning qandoqmi muncha ko'p bilimi bo'lsin deb hang-tang qilishdi. Hazrat Ayso ularga, bu ta'limlar mening emas, balki meni avatguchi Xudoninkidir. Xudoga chin dilidan itoat qilishni xohlaydigan kishi bu ta'limlarning Xudodan kelganligini yoki o'zligimdan aytayotganligimni bilalaydi. Öz aldığı so'zlagan kishi o'z shon sharafini izlaydi, lekin o'zini avatguchining shon sharafini izlaydigan kishi haq so'zlaydi. Undaq kishida haqsizlik yo'qdir. Musa payg'ambar sizlarga Tavrat qonunini o'zi yetkazgan, shundaqku. Lekin hech qaysinglar bu qonunga amal qilmadinglar. Aytinglar-chi, nimishki meni o'ldirmoqchi bo'lasizlar, dedi ko'pchilik. Sizga jin tegibdi, sizni o'ldirmoqchi bo'lgan kim ekan deyishdi. Men dam olish kunida bir mo'jiz yaratib qo'ysam, hammanglar hang-tang qilishdinglar, dedi Hazrat Ayso. Biroq sizlarmi Musa payg'ambarning bola tug'ilib 8-kuni xatnasini qilish kerak degan buyrug'ini ado qilamiz deb, dam olish kuni bo'lsa-mu balalarning xatnasini qilaversizlar. Amaliyotni xatni qilish Musa payg'ambardan emas, ajdodinglar Ibrohimdan qolgan. Tavrat qonuni buzilmasin deyilib turib, dam olish kuni xatni qilindi-yu, bundaq kunda bir odamni sapmisoq qilsam, nima uchun menga ochiqlansizlar? Tekshirmay turib hukm qilmanglar. Hukminglar adil bo'lsin. Xo'sh qarindoshlar, bugungi darsimizni boshlashdan burun biz oldingi qatimliq darsimizda so'zlangan mazmunni bir qatim takrorlab o'tsak, biz oldingi qatimliq mazmunda Hazrat Aysoning vaqti soati, ya'ni buni qisqacha biz Xudoning irodasi ichidagi vaqti soati, Xudoning ham shu irodasini amalga oshiradigan vaqti soati bilan usuli, shakllari to'g'risida alohida biz ta'kidlab turib, shu mazmunni ko'rib o'tgan edik. Ya'ni biz Yuhanna bayon qilgan xush xabar darsimizni boshlashdan burun biz Yuhanna xush xabarini boshqa 3 xush xabaridan farqlanadiganliklarini biz deb o'tgan edik. Bo'libmi Yuhanna xush xabaridagi eng chong alohidalik nima desa, Hazrat Aysoning vaqti soati bilan Hazrat Aysoning shu vaqti soati, shu payt, shu kiris ustida namoyon qilmoqchi bo'lgan uning shon sharafini,
Ya'ni Kiris bo'lsa Hazrat Aysoning shon sharifiga vakillik qilgan, ya'ni shon sharifini namoyon qilgan, shon sharifini ko'rsatib bergan, Xudoning shu vaqt, payt, soati ustida amalga oshirgan shu Hazrat Ayso ustidagi shon sharifi. Mushuni, ya'ni Kiris ustidagi shon sharafni alohida yo'ritib bergan mazmun dal Yuhanna xushxabarida bizga bayon qilinib berildi. Biz Hazrat Aysoning shu vaqt soati degan mazmunni biz har qaysi oyatlarda Yuhanna bayon qilgan xushxabarda bizga namoyon qilib qo'ygan, bizga so'zlab bergan, bizga bayon qilib bergan jiq oyatlarni misol keltirib turib biz Hazrat Aysoning shu vaqt soati degan mushu so'z orqali biz ham bugungi kunda, bugunmi bizmi bizning hayotimiz ustidagi Xudoning irodasining, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasining, Xudoning hayotimiz ustidagi barliq ishlarining, vaqt soatining, paytining barlig'ini, Xudoning hayotimiz ustidagi irodasini amalga oshirish uchun Xudoning qiladigan, ya'ni Xudoning shu ishni amalga oshiradigan o'zining usuli, o'zining shakli, o'zining amalga oshirish yo'li, vaqt soati, payti barlig'ini biz o'zimizning hayotimizda ham shular orqali ko'rishimizning muhimligini biz so'zlab o'tgan edik. Ham shunday buning bilan birga biz Xudoning hayotimiz ustidagi irodasini, Xudoning biz orqali amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarni biz anqirdik. Unday bo'lsa Xudoning bizga buyurgan shu ishlarni, Xudoning bizdan talab qilgan shu amr farmonlarni, ishlarni ham biz shunga Xudoning yetaklishi ichida, Xudoning, ya'ni muqaddas ruhning bizni yetaklishi ichida, Xudoning yetaklishiga itoat qilish orqali, ya'ni faqat itoat qilish orqali Xudoning shu irodasining, shu irodasi ustidagi shon sharifini bizning hayotimiz ustida, bizning shu ishlarimiz ustida namoyon qilganligini biz ham bilib yetishimizni to'g'ri kelganligini tushunib o'tgan edik. Chunki Xudoning irodasini, Xudoning shu amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlarini biz Xudoning irodasi yo'lidagi, Xudoning yetaklash yo'lidagi, Xudoning bizni yetaklash usuliga itoat qilish orqali emas, balki o'zimizning qizg'inligimiz, hissiyotimiz yoki o'zimizning shu to'lib tashqan, shu Xudoga bo'lgan intilgan, shu qalbimiz, shu hissiyotimiz, kayfiyatimizga bog'lanib turib, o'zimizning usulimiz bo'yicha, o'zimizning shu qizg'inligimiz bo'yicha, o'zimizning shu kayfiyatimiz bo'yicha Xudoning irodasini, Xudoning ishlarini qilishimizning bo'lsa aksicha Xudoning yo'liga, Xudoning irodasiga to'sqinlik qiladigan shunday bir ishlar ekanligini biz ham anqirab yetalishimizga to'g'ri keldi. Chunki bu mazmunlarni biz kunda chiqarayotgan bo'lib Instagramda biz har kun bir kunlik mazmunni chiqaryapmiz. Shu mazmunni sizlar tafsiliy o'qib baxsanglar, shuningda nihoyat inchik konkret holatda bizning hayotimizda shu Xudoning ishlarining qanday bo'lganliklarini to'g'risida nihoyat inchik yo'ritib bera oladi. Shuni sizlar kunda qoldirmay u so'zni o'qishinglar uchun, ya'ni bir varaq ko'p bo'lsa bir varaq mazmun, uni o'qishinglar uchun 5 minutmi ketmaydi. Shunga o'rninglardan turganda ba'zilaringlarga va yoki ba'zilaringlar uxlashdan burun shu mazmunni bir qatim o'qib chiqsanglar, Xudoning hayotimiz ustida, ya'ni bizning e'tiqodchilarning hayoti ustida xizmat qilish usuli, xizmat qilish yo'llari va bizning Xudoning yo'llariga, Xudoning irodasiga itoat qilishimizning qanday bo'lganliklari haqida nihoyat konkret to'xtaldi. Shuningga o'xshash, ya'ni demoqchi bo'lganim, Xudoning irodasi, Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan bizning hayotimizda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari, namoyon qilmoqchi bo'lgan shon sharifining vaqt soati borligini va Xudoning o'ziga xos yo'li, o'ziga xos usullarining borligini anqirishimizning nihoyat muhimligini, shunga biz Xudoning yetaklashiga, Xudoning bizning hayotimizni yetaklagan usullari bo'yicha, Xudoning bizni elib mangan shu yo'llari bo'yicha yo'llarni anqirab, vaqt soatini anqirab, shuning itoat qilishning naqadar muhimligini biz bir hisobda oldingi soatlik mazmun orqali biz anqira oladigan mazmun ekanligini biz so'zlab o'tgan edik. Unday bo'lsa bugungi mazmun kelsak, bugungi mazmun model oldingi soatlik mazmunning davomi, ya'ni oldingi qatimli mazmunda Hazrat Aysoning inilari Hazrat Aysoga ishonmagan vaqtida, ya'ni Hazrat Ayso inilarimi Hazrat Aysoning Xudo tarafidan avatilgan Xudoning shu qurbonlik qo'zisi sifatida, ya'ni butun insonlarning gunohini ustiga elib, butun insonlar uchun o'zini atab qurbonlik qilindigan shu o'tib ketish yetining qurbonlik qo'zisi sifatida kelgan Xudoning o'g'li ekanligini tonimagan vaqt edi Hazrat Aysoning inilarimi. Dal shu inilarimi Yahudi
ustozlari, ya'ni Yahudi Tavrat ustozlari, Yahudi oqsoqollarga o'xshash qarashda Hazrat Aysoni tunimaganligi uchun, Hazrat Aysoni qilgan ishlariga ishonmaganligi uchun Hazrat Aysoga do'q qilib shu vaqtda o'zini, ya'ni Hazrat Aysoning barliq qilgan ishlarini bo'lsa, Hazrat Aysoni o'zini tunutish, o'zini namoyon qilish, hargiz Xudoning abadgina emas, balki o'zigidan so'zligicha o'zini tunutqichi degan shu Yahudi oqsoqollarining qarashiga o'xshash holatda Yahudi oqsoqollari bilan bir tarafda turib, bir o'rinda, ya'ni bir maydonda turib o'zining arsida bo'lgan shu Hazrat Aysoga degan so'zi, ya'ni yetdim burun Yahudiyaga bering, ya'ni shu vaqtda Kabtiki sheti vaqtida emasmi? Shu bu inalarmi Hazrat Aysoga yetdim burun bering, o'zingizni tunutmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni kishilarga o'zingizni namoyon qilmoqchi bo'lgan, o'zingizni tunutmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, yoshirin ish qilmasdan ularning oldiga berib, bu ishlarni o'zingiz qilayotgan ekansiz, o'zingiz ularga ko'rsting deb turib Hazrat Ayso shuna degan emasmi? Lekin Hazrat Ayso sizlarga qachonlar bo'lsa fursat bor, lekin mening vaqt soatim tek kamidi. Bu dunyodagi kishilar sizlarni hargiz o'sh ko'rmaydi, lekin meni o'sh ko'rdi. Mening qilayotgan ishlarim, ya'ni men ularning qilmishlarini razil deb guvohlik berayotganligim uchun ular meni o'sh ko'rdi deb turib, sizlar aytib beraveringlar, mening vaqt soatim kelmadi deb Hazrat Ayso mush yerda izchil, ya'ni ta'kidlagan bo'lsa, o'zining vaqti soati, ya'ni qilmoqchi bo'lgan ishi o'zining vaqti soati deganlarga markazlashtirib ularga javob berganligini biz ko'rib o'tgan edik. Dal shuningdek bugungi kunda, ya'ni shu Kabtiki shetida, biz Kabtiki shetini oldingi soatini nihoyat aniq ko'rib o'tgan edik. Shu Kabtiki shetida, ya'ni inilari Yerusalimga yetish uchun ketgandan keyin, allaburun ketgandan keyin Hazrat Aysomu oshkor emas, yoshirin holatda inilardan keyin shu Yerusalimga Kabtiki shet uchun borganligini bu yerda aytildi, ya'ni 10-oyatda. Bugungi mazmunni biz cho'ng 2 abzasga, ya'ni cho'ng 2 bo'lakka bo'lib ko'ra olamiz. Ya'ni 10-oyatdan 14-oyatga qadar mazmunni bir bo'lak qilib, bu yerda muhim bir mazmun bor. Andan keyin 15-oyatdan 24-oyatga qadar mazmunni bir abzas, ya'ni bir bo'lak qilib, bu yerda yana bir muhim mazmunni bizga ta'kidlab beradi. Shuningdek, bugungi mazmunda, ya'ni birinchi abzasda, ya'ni 10-oyatdan 14-oyatgacha bo'lgan mazmunlarda bu yerda biz muhim mazmunni biz ko'rib olsak, bu yerda yoshirin ish qilish bilan oshkora ish qilish to'g'risida ham biz ham ko'rib o'tadigan nurg'un mazmun bor. Biz oldingi qatimli darsimizda ham Yahudi oqsoqollari Hazrat Aysoni o'ldirishni maqsad qilganligi uchun Hazrat Ayso shu Yahudilar o'ltiraqlashgan, Yahudi oqsoqollari Tavrat ustozlari yig'ilgan shu Yahudiya o'lkasida turmasdan, Yahudiya o'lkasida Xudoning haqiqiy podshohligi haqida ta'lim bermasdan, balki Yahudilar o'ltiraqlashgan joyda emas, balki ustidagi, ya'ni Yahudiya o'lkasi ostida o'ttirda Nava, o'ttirda Samariya va uning ustida Jaliliya bor edi. Shunga o'xshash Hazrat Ayso bo'lsa shu Jaliliya o'lkalarida kezib yurganligini biz ko'rib o'tgan edik. Buning maqsadi to'g'risida biz ozroq so'zlab o'tgan edik. Shunga o'xshash bugungi mazmundimi? Hazrat Ayso, ya'ni inilarni oldin ola evat o'tgandan keyin o'zi yoshirin holatda shu yetga borganligini, hatto yetda bu Kabtiki sheti 8 kun elib berildi. Bu Kabtiki shetining yarmiga qadar Hazrat Ayso o'zini bu yerda oshkorlamaganligini bugungi mazmunda so'zlab beradi. Ya'ni biz qarasak 14-oyatda yetning yarmi o'tganda anandan keyin Hazrat Ayso markaziy ibodatxona o'ylariga kirib ta'lim berishga boshlagan deydi. Ya'ni yetning yarmiga qadar Hazrat Ayso o'zini bu yetda oshkorlamaganligini, ochiq oshkor ish qilmaganligini bizga bu yerda yo'rtib beryapti. Undoq bo'lsa Hazrat Ayso u yerga oshkor bo'lmay yoshirin bordi birinchidan. Ikkinchidan yetning yarmiga qadar u yerda yoshirin ish qilib o'zini oshkorlamay yurdi. Endi yana bir mazmun bo'lsa bu yerda kishilar deb turib, boshqa kishilarning orasida ham shunday bir ish bor. Ya'ni kishilar Hazrat Ayso bo'lgan tunish, ya'ni kishilarning Hazrat Ayso bo'lgan tunishi, ikki xil tunishdagi kishilar, ya'ni ikki tarafga ayrilgan kishilar. Ya'ni birisi bo'lsa Hazrat Aysoni yaxshi deb Hazrat Ayso tarafdagi kishilar. Yana ba'zilari bo'lsa, ya'ni ba'zi yerimlari bo'lsa, aksicha Hazrat Aysoni xalqni ozdiruvchi deb turib, ya'ni Yahudi oqsoqollari Tavrat ustozlari tarafda turib, Hazrat Aysoni xalqni ozdiruvchi deb turib, Hazrat Aysoga qarshi turgan yana bir bo'lak kishilar hisoblandi. Lekin bu yerda ikki xil bo'linish bo'lgan o'sha kishilar orasidami yana kishilar Hazrat Aysoni yana ochiq holatda, jur'atli holatda, dadillarcha Hazrat Aysoni yaxshi odam deb ta'riflamaydiganligini,
Chunki ularning bo'lsa Yahudi aqsoqollardan qo'rqib, kishilarning ularni bir narsa deyishidan qo'rqib, ya'ni Hazrat Ayso tarafda turganligini, Hazrat Aysoni yaxshi desa, Yahudi aqsoqollarning ularni bir narsa deyishidan qo'rqib, ochiq oshkora so'zlamaydiganligini, ya'ni yoshirin holatda o'zining qalbida yoshirin holatda Hazrat Aysoni bo'lsa yaxshi odam deb turib shuni e'tirof qilganligini bu yerda da'vatidi. Shunga o'xshash biz bu yerda yoshurun va ochiq oshkora degan mazmun orqali biz anqiralaydigan bunday mazmun bor. Ana yoshurun ish qilish. Hazrat Aysoning bunday yoshurun ish qilish, ya'ni ochiq oshkora bo'lmay yoshurun ish qilishining sababi nima? Va shundaqla kishilar orasida ham Hazrat Ayso bo'lgan ikki xil tunish paydo bo'lgan emasmi? Unda bo'lsa Hazrat Ayso ochiq oshkora Hazrat Aysoni yaxshi deb so'zlayolmasdan balki yoshirin holatda Hazrat Ayso tarafda turib, yoshirinib o'zining Hazrat Ayso bo'lgan e'tirofini, Hazrat Ayso bo'lgan qalbini, Hazrat Aysoni yaxshi deb turib, uning bo'lgan shu to'g'riliq, haqqoniyligini, Hazrat Aysoning Xudo aytgan bir ish ekanligini ochiq oshkora deyamay yoshirin deyishdiki, shundaq ikki xil mazmunlarni biz ko'rish orqali biz kishilarning mushundaq qalbda, mushundaq pozitsiyada bo'lishida qandaq omillar, qandaq sabablar bordir deb turib biz ikki xil mushundaq Hazrat Aysoning maydonidan va shundaqla kishilarning maydonidan biz bu ikki mazmunni biz ko'rib chiqa olamiz. Masalan, Hazrat Ayso, ya'ni Rabning oldin qatimliq mazmunda biz Yahudiya o'lkasida emas, balki Jaliliya o'lkalarida kezib yurishidagi sabab, ya'ni ochiq oshkora Yahudiya o'lkalaridami mayli ular uni o'ldirish maqsad qilgan bo'lsa-mu, lekin u yenilam izchil holatda Xudoning so'zini jakarlab emasdan balki o'zi eg'ir besiqlik bilan, nihoyat eg'ir besiqlik bilan vaqt, soat, payt, fursat deganlarni anqirab, nihoyat donolik bilan ish qilganligini, ya'ni Jaliliya o'lkalarida, Yahudiya o'lkasida emas, balki Jaliliya o'lkalarida kezib yurib Xudoning haqiqat to'g'risida ish qilganligini biz oldin qatim ko'rib o'tgan edik. Ya'ni shuning o'xshash shuning davomi bo'yicha bu yerda Hazrat Ayso bo'lsa ochiq oshkora emas, balki inilarni oldin evat etib, yoshirin holatda berib, yetning yerimigacha yoshirin turishidagi sababini biz oldin qatimliq mazmunda rab ikki qatim ta'kidlagan, ya'ni mening vaqt soatim tex kelmadi. Vaqt soatim tex yetib kelmadi deb turib ikki qatim degan shu so'ziga asosan biz tushuna olamiz. Ya'ni rab bo'lsa ochiq oshkora emas, balki yoshirin turishidagi sababi Rabning kiris ustida ko'tarilib, o'zining shon sharpini shu kiris ustida to'liq namoyon qiladigan vaqt soati yetib kelmaganlikdan. Ya'ni o'zining shon sharpini, o'zining shu kiris ustidagi shu to'liq namoyon qilgan shu shon sharpini, Xudoning irodasini shu namoyon qilgan shu vaqt soati yetib kelmaganligi uchun o'zining yer yuzidagi tamomlamoqchi bo'lgan ishining shu vaqt soatini, shu paytini, shu usulini, ya'ni kiris ustida cho'qim o'tib ketish yetadi vaqtida. Shu kiris ustida namoyon qilgan shu vaqt, shu payt, shu usulni nazarda tutganligini, shu narsani, ya'ni shu iroda, Xudoning irodasi, vaqt soati, payti va usulini nazarda tutganlikdan nihoyat donolik bilan, eg'ir besiqlik bilan, yoshirin holatda paytni saqlab, fursatni kutib, shundaq bir Xudoning irodasi yo'lida shundaq donolarcha ish qilganligini biz ko'ra olamiz. Shunga bu yerda Hazrat Aysoning ochiq oshkora emas, bu yerda yoshirin ish qilishi, yoshirin holatda bu yerda ish qilishi bo'lsa, Xudoning vaqt soati, paytini, Xudoning yetaklishini, Xudoning anqirtishini, Xudoning shu namoyon qilmoqchi bo'lgan shu usulini, shaklini shuni nazarda tutib turib, bu yerda yoshirin ish qilganligini biz ko'ra olamiz. Endi biz kishilarning nuqtai nazaridan biz qaraydigan bo'lsak, bu yerda biz kishilar orasida ikki xil bo'linish bo'lgan emas. Men Hazrat Aysoni yaxshi deydigan bir turkum kishilar bilan Hazrat Aysoni yo'q, dal aksicha xalqni ozurg'ichi deydigan yana bir turkum kishilar. Ya'ni bu deganlik Rabbning ta'limlarini, ko'rsatmalarini, so'zlaganlarini anglab, Xudodan kelgan so'zlar ekanligini, ya'ni Rabbning so'zlaganlari bo'lsa haqiqatan Xudoning so'zi ekanligini, Rabb bo'lsa haqiqatan Xudoning avatgini, Xudoning avatgan qurbonlik qo'zish ekanligini,
Yana ba'zilar ishonganligi bo'lsa, yana bir turkum kishilar bo'lsa, shu Rabbning so'zlarini, yana o'xshash Rabbning so'zini anglab, o'xshash Rabbning ko'rsatgan shu mo'jiz karomatlarni ko'rib turibmi, anglab turibmi, shu mo'jiz karomatlarni hatto beshidan o'tkazib turibmi? Yana biz oldin qatim ko'rganimizdek, Rabb bergan shu nonlardan yeydi emasmi? 5000 kishini to'ydirgan vaqtida. Shuni o'xshash shu karomatlarni beshidan o'tkazib turibmi? Rabbning so'zlarining Xudoning so'zlari. Onun bo'lsa, Xudo aytgan qutqizuvchi ekanligini anqiramagan, tushunmagan yana bir turkum kishilar bor edi emasmi? Va shunga ishonmasdan, ya'ni Rabbga ishonmasdan, Rabbning bu qilganlarini bo'lsa, o'zi qilyapti, ya'ni o'zini ko'zlab qilyapti, Xudoning yo'lidan xalqni ozdiryapti, xalqni ozdirg'ichi, Xudoning yo'lini burmulg'ichi deb turib, Yahudi asaqallari shunday ayiblagan emasmi Hazrat Aysoni? Shuni o'xshash Hazrat Aysoni dal shu ayiblaydigan, ozdirg'ichi deb turib, shu Yahudi asaqallari tarafida turgan yana bir bilan kishilar. Biri ishongan kishilar, yana biri bo'lsa, ozdirg'ichi deb turib, Xudoning yo'lini burmulg'ichi deb turib, qarlig'ichi kishilar edi emasmi? Dal shunday ikki turli kishilar. Anda bo'lsa, bu kishilar Yahudi asaqallarining oldida va yoki kishilar orasida, ya'ni Rabbning shogirdlariga o'xshash ochiq oshkora Rabbga ergishib yurolmasdan, ochiq oshkora Rabbni e'tirof qilmasdan, balki yo'shurun holatda Rabbni yaxshi kishilar, yaxshi odam deb turib qilishi, ya'ni bo'libmi Yahudi asaqallardan qo'rqishi. Buni biz nimada qanday tushuna olamiz? Bo'libmi Yahudi asaqallardan qo'rqish, ya'ni shu qo'rqinish tufaylidan Hazrat Aysoni ochiq oshkora e'tirof qilolmay, Hazrat Aysoga ochiq oshkora ishonmay, balki shu Yahudi asaqallariga bo'lgan qo'rqinish tufaylidan ular yo'shirin ish qilayotganlarni ko'ra olamiz. Ya'ni bu yerda yo'shirin ish qilish bo'lsa, bu yerda yo'shirin ish qilishning sababi kishilarga o'xshash, ya'ni bu yerdagi bir turkum kishilarga o'xshash qo'rqqanlikdan, qo'rqinish tufaylidan yo'shirin ish qilayotamdi yoki Hazrat Aysoga o'xshash Xudoning vaqti soatini, Xudoning payt fursatlarini, Xudoning ish qilish usulini saqlab turib, kutib turib, yo'shirin holatda jimdan sukutda turyotamdi degan o'xshash ikki xil shu omil sababdan biz tekshirib o'taymiz. Yo'shirin ish qilish qo'rqinishdimi va yoki Xudoning fursatini, Xudoning ish qilish vaqtini saqlaganlikdimi, sukut qilganlikdimi degandek. Bo'libmi biz buningga oid, ya'ni qo'rqinish oid biz yangi ahdida, ya'ni Korinthlar yozilgan 1-xat 12 va 13 boblarga qaraydigan mehr muhabbat degan shu bob emasmi? Shu yerga qaraydigan bo'lsak, mehr muhabbatda qo'rqinish bo'lmaydi degan oyat bor. Shuningga o'xshash bu yerda bizda Xudoga bo'lgan muhabbatimiz kuchli bo'lsa, muhabbatimiz qancha kuchli bo'lsa, bizda unda qo'rqinish bo'lmaydi Allohning. Ya'ni Xudoga bo'lgan muhabbatingiz kuchli bo'lsa, muhabbatda qo'rqinish bo'lmaydi Allohning. Va Xudoga bo'lgan muhabbatingiz, shu kuchli muhabbatingiz sizni Xudoga bo'lgan qalbingizni, Xudoga bo'lgan tunishingizni to'xtamasdan kishilarga dadillik bilan jakarli oladigan, kishilar oldida jur'atlik bilan guvohlik bera oladigan, kishilarga Xudoning shu, ya'ni muhabbatingiz bilan, Xudoga bo'lgan muhabbatingizga to'lgan shu qalbingiz bilan, shu jasoratingiz bilan kishilar oldida qo'rqmasdan dadillarcha Xudo haqida so'zlaydigan qildilarni biz shu mehr muhabbatda qo'rqinish bo'lmaydi degan oyat orqali biz tushuna olamiz. Agar qalbimizda qo'rqinish bor bo'lgan bo'lsa, agar sizning qalbingizda shunday bir qo'rqinish, ya'ni men shunday so'zlasam, boshqalar bunday deb qolarmi? Boshqalar meni orig'a olmasmi? degan o'xshash nurg'un shu xiyollar ichida, nurg'un qo'rqinishlar ichida qalbingizda shunday qo'rqinish bor bo'lsa, undaqda sizda Xudoga bo'lgan mehr muhabbat kamligini, Xudoga bo'lgan mehr muhabbat va tunishning kam bo'lganlikdan, yo'q bo'lganlikdan sizda shunday qo'rqinish bo'lganligini, qo'rqinish qalbingizni bog'ligini, qo'rqinish qalbingizni tutayotganligini siz tushunib olsangiz bo'ldi. Ya'ni qo'rqinish solgan shu narsa sizning qalbingizda bosh bo'lib, xo'jalik o'rinda o'tirib turib, hayotingizni boshqarayotganligini, dal shu qo'rqinishning sizni kontrol qilayotganligini, ya'ni shu qo'rqinish qilayotgan, shu qo'rqayotgan narsalar sizni bağlayotganligini, sizni boshqarayotganligini, sizni kontrol qilayotganligini, Xudoning o'rnida dal shu sizni qo'rqinishga solgan narsalar, shu ahvollar Xudoning o'rnida o'tirayotganligini siz anqirab yetishingiz kerak. Shunga qalbingizda qo'rqinish bo'lsa, Xudoga bir ish qilishni o'ylaysiz-ku, lekin sizda jur'at bo'lmasa, undaq bo'lsa qalbingizni tekshirib ko'ring. Shu sizni jur'atsizlantirayotgan, shu sizni qo'rqitayotgan narsalar nima? Shu narsalarni anqirab, shu narsalarni Xudoga topshirish orqali
shu narsalarning sizni kontrol qilishini emas, shu narsalarni Xudoga topshirib turib, Xudoning haqiqiy sizning qalbingizda bosh va podshohlik o'rnida o'tirishini siz Xudodan talab qilishingiz naqadar muhimligini siz anqirab yesangiz bo'ladi. Qisqasi, mehr muhabbatda qo'rqinish bo'lmaydi. Agar siz Xudoning ishini qilishda, Xudoni kishilar oldida jakarlashda shu qo'rqinish his qilsangiz, sizda jur'atsizlik bor bo'lsa, unda siz qalbingizni tekshirib ko'rishingiz naqadar muhimligini anqirib olsangiz bo'ladi. Bo'lib bu yerda kishilarmi Yahudiy oqsoqollaridan qo'rqib, Hazrat Aysoni yaxshi odam deyamidi emasmi? Chunki bu yerda biz mushu vaqtni biz tekshirib biroz ko'rib o'tsak, Yahudiy oqsoqollari kishilarning diniy tushunchalarini monopol qilib olgan shu vaqtlarda. Ya'ni Yahudiy oqsoqollari Tavrat ustozlari Xudoning so'zini qo'lida tutib turib kishilarga shu Xudoning so'zini o'rgatuvchilar edi emasmi? Lekin ular Xudoning so'zini haqiqat bo'yicha o'rgatib qilmasdan balki bular kishilarning shu diniy tushunchalarini monopol qilib olib, ularning Xudo to'g'risidagi Xudoning so'zi to'g'risidagi tushunchalarini bostirib, ya'ni bular erkin azada Xudo haqida o'zining o'y fikrlarini, o'zining tushunchalarini Xudodan tunishini so'zlayolmaydigan holatda Yahudiy oqsoqollar, Tavrat ustozlari ul kishilarning shu Xudodan tushunchalarini bostirib oldi emasmi? Monopol qilib oldi. Ya'ni xalqning beshi, yetakchisi, ustozi bo'lgan bo'lib, o'zlarining diniy huquqi va imtiyozlardan foydalanib, o'zining diniy huquqi, chunki ular Tavrat ustozlari Xudoning so'zini o'rgatuvchilar emasmi? Xudoning ibodatxonasida ish qiluvchilar. Dal shu huquqidan foydalanib, dal shu imtiyozlardan foydalanib, qo'llanib, kishilarning ruhiyatini, Xudo bo'lgan tushuncha va o'y fikrlarini, ideya qarashlarini qo'lida tutib turib, o'ynatgan. Ya'ni kishilarning shu Xudo bo'lgan his tuyg'ularini, o'y fikrlarini, tushunchalarini qo'lida tutib o'ynatganligini, xalqning diniy tuyg'ularidan foydalanib, o'zining manfaatini, o'zining huquqini shunday ching tutib turishga, tizginlashga ishlatganligi. Ya'ni o'zining manfaati uchun Xudoning shu kishilarning Xudoga bo'lgan tuyg'usini, his tuyg'usini, shunday bir tushunchalarini, qarashlarini ular o'zining manfaati uchun, o'zining yer yuzidagi shu foydalari uchun, o'zining huquqini ching tutish uchun, yo'qotmaslik uchun, o'zining huquqini, kishilarni kontrol qilgan shu huquqini yo'qotmay, kishilarni kontrol qilib turish uchun, huquqini ketkizib qo'ymaslik uchun Xudoning ularga bergan shu xizmatlarini, Xudoning ularga bergan vazifalarini shunday foydalanganligini, kishilarning tuyg'ularini ham foydalanib qo'llanganligini biz ko'ra olamiz. Shu bu kishilar, ya'ni ochiq-oshkora Hazrat Aysoni yaxshi odam demaslikning sabab bu kishilar Yahudiy oqsoqollarining o'zlarini shu jamoatdan haydab chiqarishidan qo'rqqan. Ya'ni ibodatxonaga kirib, ya'ni jamoat to'pi bor emasmi? Shu jamoat to'pi ichidan haydab chiqarib, ibodatxonaga kirgizmasligidan qo'rqqanligini. Ham shundaqla o'zlari aralashib yurgan o'zining atrofidagi tunish do'st-yaronlari, tunishlari, shu atrofidagi kishilari, mahaldagi kishilari bo'lsin, tunish bilishlarining noroziligi va qarshiligidan qo'rqqanligini. Ham shundaqla shu atrofidagi kishilar, ya'ni o'zlari mansub bo'lgan shu kollektiv to'pining o'zini chakki qiqib, o'zining yolg'iz qolishidan qo'rqib, ochiq-oshkora Rabbga bo'lgan ishonchisini, Rabbga bo'lgan o'zlarining qalbini ifodalamaganligini biz shunday ko'rib olamiz. Shunga bu abzasda yoshirin ish qilish, ya'ni yoshirin, ochiq-oshkora emas, yoshirin ish qilish degan bu jumla so'zni biz qo'rqqanlikdan yoshirin ish qilyapti yoki Hazrat Aysoga o'xshash Xudoning vaqti soati, muvofiq paytini saqlab, sukut qilayotganlikdan shunday qilyapti deb shunday ikki savol qo'yish orqali bugungi shu birinchi abzasdagi mazmunni biz shunday yig'inchoqlay olamiz. Xo'sh, unday bo'lsa biz ikkinchi bo'lakka kelsak, 7:30 o'tib ketgandan keyin Hazrat Ayso dal o'zini oshkorlashga, ya'ni ochiq-oshkora ta'lim berishga boshlaydi. Ya'ni ibodatxona o'yinlariga kirib, ochiq-oshkora kishilarga ta'lim berishga boshlaganligini biz ko'rib olamiz. Dal shu vaqtda ta'limga markazlashgan, ya'ni Hazrat Aysoning ta'limiga. Oldingi abzas bizga nimasiga o'xshash, kishilar ikki to'pga bo'lingan emasmi? Hazrat Aysoning ta'limini anglab, haqiqatan Xudoning so'zini yetkazayotdi. Bu kishi haqiqatan Xudo avatgan, Xudoning qo'zisi, Xudo avatgan kishi deb turib e'tirof qilganlar bilan Rabbning shu so'zini, ta'limlarini anglab turib, hatto ko'rsatgan mo'jiza karomatlarni ko'rib turibmi, Xudo avatgan, Xudoning qo'zisi ekanligini,
Onun so'zlaganlarining Xudoning so'zlari ekanligini e'tirof qilmagan, ishonmagan, tushunmagan, tunib yetamagan yana bir turkum kishilar bor degan emasmi? Dal shunga o'xshash hozir ham dal Rabning ta'limi, ya'ni shu Rab ibodatxona o'yinlarida ochiq oshkora amdi Xudoning ta'limini yani Xudoning so'zini jakarashga boshlagan vaqtida Yahudi asaqallari yana Rabbning bu so'zlagan ta'limini anglab qanday inkos qaytardi desa, bu odam hech qanday ta'lim olmagan turuqliq uning qandaqmi muncha ko'p bilimi bo'lsin deydi. Ya'ni ayni vaqtda Tavrat ustozlarini ustoz tutib, kishilar shu Tavrat ustozlaridan Xudoning so'zini o'rgandi, ya'ni ta'lim oldi degan o'xshash. Masalan, biz Pavlos o'zini tunishtirgan Galatiyaliklarga yozilgan xatda bo'lsin, Pavlosning xatlariga qaraydigan bo'lsak, Pavlosning ustozi kim ekanligi haqida Pavlosning aytib ochiqlaydi. Ya'ni Pavlosning ustozi ayni vaqtda, ya'ni mushu vaqtda bütün xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan shu Parsiy dini yaqimdagi Gamaliyal ismli bir Tavrat ustozi, ya'ni Pavlosning ustozi shu eng hurmatga erishgan shu kishi ekanligini Pavlos o'zimi deydi emasmi? Dal shuningga o'xshash kishilar orasida shu tunilgan shuna Tavrat ustozlarini kishilar o'zlariga ustoz tutib turib, Xudoning so'zini o'rgandi emasmi? Lekin Hazrat Iso bo'lsa bu yerda bu Parsiylarni yoki Tavrat ustozlarini ustoz tutib turib Xudoning so'zini o'rganmadi emasmi? Shunga bular Yahudi asaqallari Rabbning ta'limini anglagandan keyin hech qachon ta'lim olmagan turuqliq qandaqmi buncha ko'p bilimi bo'lsin deb bular hayron qoldi. Ya'ni bu Yahudi asaqallarining ongtan qilishi, ya'ni hayron qilishini biz qanday tushuna olamiz desa, Hazrat Isoning ta'limida, ya'ni Hazrat Isoning bu so'zlarida haqiqat to'g'risidagi cho'nqur va mo'l bo'lgan tushunchalar, bilim shularning mujassamlanganligini, shu Hazrat Isoning so'zida Xudoning haqiqatining mujassamlanganligini biz ko'rib olamiz. Ya'ni shu Xudoning haqiqati, Xudoning mo'l mehr shafqati mujassamlangan bo'lg'achqa Yahudi asaqallari bu odam hech qachon ta'lim olmagan tursa, qandoqmi buncha ko'p bilimi bo'lsin, ya'ni qandoqmi Xudoga bo'lgan buncha ko'p so'zlarni qila olsin, qandoqmi uning so'zlarida Xudo haqidagi buncha ko'p tunishlar, tushunchalar mujassamlansin deb turib, Hazrat Isoning so'zida ta'limlarda Xudoning haqiqati, so'zlari, Xudoga bo'lgan tunish va tushunchalarning mujassamlanganligini e'tirof qilganligini biz bularning Hazrat Isoning ta'limini anglab, hangtan qolgan shu qiyofatidan biz tushuna olamiz. Demak, Yahudi asaqallari Hazrat Isoning ta'limidan Xudoning so'zlarining cho'nqur ma'nolari, haqiqatining Hazrat Isoning so'zida mujassamlanganligini, Hazrat Isoning bo'lsa Xudoning haqiqatini yetkazayotganligini bular bilgan-yu, ya'ni anglagan-yu, ammo Hazrat Isoning Xudo avatgan, Xudoning qo'zisi ekanligiga bular ishonmay turib, uni rad qilganligini biz bu yerda yana ko'rib o'tamiz. Ham bularning mushu pozitsiyasiga, mushu ahvoliga qarab Hazrat Iso qanday inkos qaytardi desa, bu ta'limlar mening emas. Chunki bular mushu Rabbning ta'limini anglab, shuni hayron qolgan, ya'ni angtan qolgan emasmi? Shu bilan Hazrat Iso deydi, bu ta'limlar mening emas, balki meni avatguchi Xudoninkidir. Ya'ni Hazrat Iso bu ta'lim orqali ta'lim mening emas, meni avatguchi Xudoninkidir deyishi, Hazrat Isoning qilgan ta'limini anglab hayron qolgan bu Yahudi asaqallarga Rabb o'zining qilgan ta'limlarining azaldan bor bo'lgan shu Isroillarni yetaklovchi Xudoning so'zlari ekanligini, Hazrat Iso azaldan, ya'ni boshdan boshlab dal shu Isroillarni yetaklovchi Xudoning so'zlarini, Xudoning haqiqatlarini so'zlab kelganligini, izchil qilayotgani Xudoning so'zlari ekanligini, amdi kelib Yahudi asaqallarining buni hangtan qilishi, hayron qolishiga qarab Hazrat Iso bo'lsa, men azaldan Xudoning so'zlarini haqiqatan so'zlab kelsam, Xudoning so'zini bilgan bo'lsanglar, unda sizlar mening so'zlarimni anglab, bunda hayron qolmasdinglar. Amdi sizlar hayron qoldinglar. Men azaldan Xudoning so'zini so'zlab turgan tursam, sizlar amdi hayron qoldinglarmi? Deb, mening so'zlaganlarim mening emas. Ya'ni men o'zimdan chiqarib, o'zim to'qib chiqargan mening so'zlarim emas, balki Xudo, meni avatguchi Xudoning so'zlaridir. Davat qilgan biz ko'ra olamiz. Ham shundaqla ulab turib, shunga chin dilidan Xudoga itoat qilishni xohlaydigan kishi bu so'zlarni, ya'ni o'zligimdan qilmaganligimni bilalaydi. Bu ta'limlarning Xudodan kelganligini, o'zligimdan qilmaganligimni bilalaydi. Ya'ni farqi talaydi uni. Shunga deymiz, men azaldan Xudoning so'zini, Xudoning ta'limini so'zlab keldim. Shunga
Xudoga chin dilidan itoat qilishni, Xudoning amr farmonlari, so'zlari, ko'rsatmalariga ko'ngil qo'yib, izchil Xudoning so'zlariga ko'ngil qo'yib, cho'nqur tushunib, izchil Xudoning so'zlariga tashna bo'lgan biri bo'lsa, Xudoning so'zini anglasa, mening qilayotgan so'zlarimning Xudodan kelgan, Xudoning so'zlariga uyg'un so'zlarmi yoki mening o'zimning ichimdan chiqargan o'zimning so'zlarimi shularni farq etalaydi deydi. Ya'ni Xudoning so'zini tushunganlar, Xudoga bo'lgan tashna qalbi bo'lganlar Xudoning so'zini anqirab yetalaydi. Ham shundoqla mening qilgan so'zlarimning haqiqatdan kelgan so'zlar ekanligini yoki haqiqatga tava so'zlar emasligini bularda farq etalaydigan qobiliyat bo'ladi, ya'ni farq etalaydi degan gap. Bu demasimi bizmi shu? Biz Xudoning so'zini biz cho'nqur tushungan vaqtimizda, Xudoni cho'nqur so'ygan vaqtimizda, Xudoga bo'lgan qalbimiz bilan har kun Xudoga yaqin biz yashagan, cho'nqur munosabatni bog'lab yashagan vaqtimizda, boshqalarning qilgan so'zlari orqali ularning so'zlarida haqiqatan Xudoga markazlashtirib turib, Xudoning haqiqatan so'zlayotganmi yoki o'zlarining tushunchalarini, o'zlarining ideyallarini, o'zlarining ko'z qarashlarini, dunyoga xos so'zlarni qilyapti yoki haqiqatga xos so'zlarni qilyapti, biz anqirab yetalaydigan bizga qobiliyat bo'ldi. Ya'ni shunday bir farqlantirish kuchi bizda paydo bo'ldi. Shunga Xudoni suydiganlar, Xudoning so'ziga itoat qilishni xohlaydiganlar, Xudoga yaqin yashaganlar Xudoning so'zini farq etalaydi. Shunga bu so'zlar orqali nimani nazarda tutmoqchi desa, men azaldan boshdan boshlab, ya'ni men izchil Xudoning so'zini deb keldim. Hozirgacha izchil deyotganim Xudoning so'zi. Agar sizlar chin dilinglardan Xudoning so'zlariga itoat qilishni xohlagan bo'lsanglar, agar sizlar Xudoning so'z va amrlariga ko'ngil qo'ygan bo'lsanglar, azaldan Xudoga bo'lgan mehr muhabbatinglar bo'lgan bo'lsa, mening so'zlarimning mening o'zimning qilgan so'zlar emas, balki Xudodan kelgan so'zlar ekanligini farqlantira olaytinglar, bila olaytinglar, anqira olaytinglar deyotdi. Buning g'oyat mazmunini biz, ya'ni 5-bob Yohanna bayon qilgan xo'shgar 5-bobdami deb o'tgan edik. Ya'ni Hazrat Isolar nima deb qamchalaydi desa, qalbinglarda Xudoga bo'lgan muhabbatinglar yo'q. Atamning nomi bilan kelsa men qabul qilmayapsizlar deb turib shu vaqtda bularning barcha qilayotgan ishlarining qalbida Xudoga bo'lgan mehr muhabbati yo'qligidan, Xudoni tonimaganligidan, qilayotgan ishlarining shu Xudoni tonimaslikdan, Xudoga ziyonkashlik qilayotganligini, Xudoning yo'liga qarshi ishlarni qilayotganligining sababi bo'lsa, Xudoga bo'lgan muhabbatining yo'qligidan bo'lganligini Hazrat Iso burun deb bergan emasmi? Shuning o'xshash bugungi mazmunda qisqasi Xudoga chin dilidan itoat qilgan qalbi, Xudoga bo'lgan shunda Xudoning so'zlariga, amrlariga ko'ngil qo'ygan odam bo'lsa, Rabbning qilgan so'zlarining Xudodan kelganligini bilalaydiganligini, anqira oladiganligini va ishini oladiganligini bu yerda ta'kidlayotganligini biz ko'ra olamiz. Ham shuningdek davomida yana ulab nima deydi desa, o'z oldiga so'zlagan kishi o'z shon sharafini izlaydi. Lekin o'zini abad kuchining shon sharafini izlaydigan kishi haq so'zlaydi deydi. Endi bu yerda biz qaraydigan bo'lsak, Yahudiy aqsoqollar bo'lsin, Tavrat ustozlari bo'lsin, biz boshida deb o'tdik, ularning qanday ishlar qilayotganligini, ya'ni kishilarning ideyasini, ya'ni kishilarning diniy tushunchalarini monopol qilib olgan emasmi? Dal shunga o'xshash ular nima uchun bunda kishilarni shu qadar Xudoning so'zi, ya'ni Xudoning so'zi, Xudoning huquqi, ya'ni Xudoga xizmat qilgan shu huquq, ish o'rni, imtiyozlardan foydalanib turib, lekin bular kishilarning his tuyg'ularini, Xudoga bo'lgan tushunchalarini monopol qilib qo'llandi emasmi? Ularning bu qilayotgan ishining maqsadi nima? Albatta ular o'zining manfaati, o'zining huquqi, o'zining shon sharafini izlagan emasmi? Shunga bu yerda Hazrat Iso deydi, o'z oldiga so'zlagan kishi, ya'ni sizlarning so'zlaganlaringlar, sizlarning o'rgatganlaringlar, ya'ni sizlarning qilayotgan ishlaringlar, qilayotgan ishlaringlarning maqsadi o'zinglarning shon sharaf uchun, o'zinglarning manfaati uchun, hargizmi Xudo uchun emas. Agar Xudo uchun qilayotgan bo'lsanglar, Xudoning shon sharafini izlagan bo'lsanglar, haqiqatni so'zlaytinglar, haqiqat bo'yicha qilatdinglar deyotganligini biz bu yerdan qara olamiz. Demasmi, Xudoning shon sharafini izlab, Xudoni ko'zlab yashaydiganlar bo'lsa, Xudoga markazlashtirib yashaydiganlar bo'lsa, Xudoning shon sharafini, Xudoning ulug'ligini, Xudoning kimligini o'zining hayotining maqsadi qilib turib, o'zining qilgan har bir ishlarining chiqish nuqtasini, markazini dal Xudoga qo'yib turib qildi.
Yani Xudoning biz Hazrat Aysoning qilgan ishlarini bizga ulgu qoldirganlarini ko'rdik emasmi? Xudoning irodasi, amalga oshirmoqchi bo'lgan irodasiga markazlashtirib turib, Xudoning shu amalga oshirish yo'llarini, shakllarini, usullarini, vaqt soatini, paytini, fursatlarni kutib turib, sukut qilgan yerda sukut qilib turib, eg'ir besiq bo'lgan yerda eg'ir besiqlik bo'lib turib, Xudoga markazlashtirib turib, Xudoning so'zi bo'yicha, Xudoning shu oldin bishoratlarda qilgan shu bishoratdagi so'zlarining ijobat bo'lishi uchun shu qadar donolik bilan ishga qilgan biz ko'rgan emasmi? Shuningga o'xshash, Hazrat Ayso bizga ulgu qoldirgan o'xshash Xudoning shon sharafini istagan vaqtimizda, Xudoni ko'zlab yashagan vaqtimizda, Xudo biz har bir hayotimizda, har bir ishlarimizda, har bir o'rnimizda Xudoning qilmoqchi bo'lgan ishlariga biz orqali, bizning o'rnimiz orqali, bizning shu mavjudligimiz orqali, bizdagi barcha ishlar orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishi nima? Xudoning namoyon qilmoqchi bo'lgan irodasi nima, shon sharafi nima? Shuni markaz qilib turib, Xudoga markazlashtirib turib, har bir ishlarni Xudoning yetaklashiga markazlashtirib turib, bizda itoatman qalb bilan Xudoning yetaklashiga itoat qilgan shunday bir qalb va anqirash qobiliyati bilan Xudoning shon sharafini istab, har ishlarimizda Xudoning ulug'ligini Xudoga talmirib yashaydigan shunday bir pozitsiya bo'ldi. Lekin o'zini ko'zlab, o'zini shon sharafini, o'zining nimasini ko'zlab yashaydiganlar bo'lsa, o'zining o'y fikrlari, o'zining qarashlari, o'zining usullari bo'yicha, o'zining kechirmishlari bo'yicha, dunyodagi shunday nimalar usullar bo'yicha kishilar orasidagi inovati, hurmati, utuqlari, o'zining qanchalik qaltis ekanliklarini, qanchalik ko'zi ko'ringan, qanchalik kishilarning olqishiga erishadiganligini, o'zining qanchalik alohida odamligini, shularni ko'rsatishni markaz qilib turib, kishilar orasida o'zini namoyon qilishni, o'zini alohida deb ko'rsatishni, o'zini yuqori ko'rsatishni, shularni maqsad qilib turib qildigan kishilar bo'lsa, o'zining shon sharafini izlash uchun qildiganlar. Ya'ni bularmi Yahudi oqsoqollardek Xudo bergan o'rinlarni, Xudo ularga bergan fursatlarni Xudo uchun ishlatmasdan, Xudoning xizmati, Xudoning ulug'ligini ko'zlab qilmasdan, balki o'zlari uchun, o'zining kishilar orasidagi inovati, hurmati uchun, o'zlarini qaltis ko'rsatish uchun shunday ishlatadigan, foydalanadigan shunday bir kishilarning borlig'ini ham biz shu mazmun orqali biz anqirab yetalaymiz. Hamda eng oxirida Rab nima deydi biz bular degan emasmi? Ya'ni Xudoning so'zini, ya'ni Xudoga chin dildan itoat qilishni xohlaydigan kishi parg'italaydi deganmiz. Xudodan kelganligini parg'italaydi deganmiz. Shuningdek, ya'ni bularni bo'lsa, ya'ni Xudoga bo'lgan mehr muhabbati bo'lmaganlikdan, bular Xudoning shon sharafini istamasdan, balki o'zining shon sharafini izlab yashaganlikdan, bular Xudoning so'zlariga itoat qilishni ko'zlamaganlikdan, bular bo'lsa, ya'ni Tavrat qonuniga amal qilmaganligini Rab ochiq oshkora bularga deydi. Ya'ni 19-oyatda Musa payg'ambar sizlarga Tavrat qonunini o'zi yetkazgan, shundaq lekin hech qaysinglar bu qonunga amal qilmadinglar deb bularga ochiq oshkora, bularning salohiyati, bularning hozir qo'y terisiga o'rnagan bo'rlardek bularning ikki yuzlama holatlarini, qalbida bo'lsa qat'iy Xudoga bo'lgan muhabbati yo'q bularning hozirgi holati bo'lsa, Xudoning Tavrat qonuniga amal qilmaganlar ekanligini ochiq oshkora bu yerda Rab ayblaydi. Chunki Musa payg'ambar o'zi bishoratda Xudoning avatadigan shu birining kildiganligi haqida, ya'ni Hazrat Ayso haqida oldin bishorat bergan emas, biz qonun sharhida tilga oldik. Bo'lib Yohanna bayon qilgan xo'sh xabarda biz qonun sharhida Hazrat Ayso to'g'riliq qilgan shu bishoratni biz ko'p tilga oldik. Balkim sizlar menglab bilasizlar. Dal shunga o'xshash bularning ko'z oldida dal Musa payg'ambar aytgan shu bishoratlarda tilga ilingan biri keldi. Inniq oshkora keldi, ko'z oldida turib shu Xudoning so'zini, haqiqatlarini yetkazdi, irodasining nimaligini bu yerda yetkazdi. Lekin ko'z oldida tursa, Musa payg'ambar aytgan biri reallikda ularning ko'z oldida kelgan tursa, bular tonimasdan, ishonmasdan, balki uningga qarshi turdi. Uningga qarshi turib, hatto Xudoga qarshi chiqdi emasmi? Xudoning so'zlariga amal qilmay, Xudoning irodasiga qarshi chiqdi bular. Shunga Rab deydi, Musa payg'ambar o'zi yetkazgan Tavrat qonuniga sizlar amal qilmadinglar. Meni nimishga o'tirmoqchi bo'lasizlar deb. Ya'ni Musa payg'ambar tilga olgan bishoratlarda tilga olgan biri kelsa, uningga itoat qilmasdan,
onun hakikaten Xudo aytgan bir ish ekanligini e'tirof qilmasdan, onunga qarshi turib, uni o'ldirmoqchi bo'lib, Xudoga qarshi chiqqanligini, bularning bo'lsa balki Xudoga qarshi tarafda turib olganligini, bu yerda ochiq oshkora Rabbning bularga da'vat qilganini biz ko'ra olamiz. Yani Xudoning nomi bilan kelgani uchun o'ldirmoqchi bo'lishi, Xudoning nomini namoyon qilgani uchun o'ldirmoqchi bo'lishi, ziyonkashlik qilishi, bularning ochiq oshkora Xudoga qarshi turayotganligini, Xudoning so'zlariga qat'iy amal qilmaganliklarini bu yerda aytadi. Hamda oxirgi mazmunda bo'lsa, ya'ni dam olish kuni bilan xatna ikkisi to'g'risida bu yerda so'zlaydi. Hazrat Ayso bu yerda ya'ni Tavrat qonunida Tavrat qonuni asli sizlar ko'nahtini to'liq tushunib, o'qib qilsanglar, Xudoning insonlarga bo'lgan mehr muhabbati, mehr shafqati mujassamlangan mazmun dal Tavrat qonuni, ya'ni ko'nahtida bor. Ko'nahtini o'qisak biz insonlarga ko'rsatgan mehr shafqati, sabr toqati, mehr muhabbati, har qachon insonlar bor mehr muhabbati bilan qo'lini uzatib turgan Xudoni biz ko'ra olamiz ko'nahtini o'qisak. Ya'ni Tavrat qonuni bo'lsa Xudoning mehr shafqati mujassamlangan mazmun, Xudoning so'zi. Ama insanlar Xudoning bu mehr shafqati namoyon bo'lgan so'zlarni, ya'ni bo'lib bu yerda Tavrat ustozlari bo'lsin, yoki aqsoqollar bo'lsin, Xudoning mehr shafqati mujassamlangan, Xudoning mehr shafqati namoyon bo'lgan bu so'zlarni, Xudoning mehr shafqatini tushunmaganligi uchun, Xudo bo'lgan mehr muhabbati bo'lmaganligi uchun bu Xudoning so'zlarini, Xudoning mehr shafqatini bular o'zlari uchun bir amr sifatida, bir farmon sifatida, bir tuzum sifatida insonlarni tushakaydigan, insonlarni tizginlaydigan shunday tuzilma va buyruq sifatida qo'llanganligini biz bu yerda anqirab yetalaymiz. Bugungi kunda bizmi Xudoning so'zini, mehr shafqatini biz to'liq tushunmagan vaqtimizda, bulubmi ko'rinliklar yozilgan 1-xat 13-bobda hammadan ulug'ini mehr muhabbat deydi emasmi? Shunga o'xshash biz Xudoning mehr muhabbatini cho'nqur tushunib yetamagan vaqtimizda Xudoning so'zlarini biz bir tuzilma sifatida, bir tizginak sifatida tushakaydigan bir tizginak sifatida shunday bir tushunib oldigan nimalar bo'lib qoldi. Shunga biz Xudoning mehr shafqatini, mehr muhabbatini to'liq tushunishimiz kerak. Bo'lmasa, shu Tavrat ustozlari qilganiga o'xshash Xudoning so'zlari bizga mehr shafqat, rahmat, Xudoning rahim shafqati mujassamlangan, Xudoning qutqizilishi mujassamlangan xo'sh xabar bo'lmasdan, balki sizni tizginlay, balki o'zingizning ideyingiz bo'yicha tushunib olsangiz, Xudoning mehr shafqatini tushunib yetmasangiz, Xudoning so'zlari bo'lsa sizni tushakaydigan, tizginlaydigan, siz amal qila olmaydigan yukdak shunday his qilishingiz, bular bo'lsa Xudoning mehr muhabbatini, Xudoning so'zini tushunmaslikdan keladigan shunday ifodalar desam bo'ldi. Shunga rab berdim demakchi desa, dam olish kunida, ya'ni dam olish kuni degan Xudoning huzuriga yig'ilib, Xudoning muqaddaslar deb shu ayirgan kuni Xudoning huzuriga yig'ilib, Xudoning oromligidan, Xudodan kelgan shu shod-xo'ramlikdan, Xudoning mehr shafqati, mehr muhabbati, insonlar ko'rsatgan shu rahmati, shularga bo'lgan shunday bir shukr, minnatdorlik, shularga to'lgan, hamdu sanoga to'lgan shunday qalblar Xudoning huzurida shod-xo'ram bo'lgan shu kunda Rab ham bu yerda shunday kishilarga mehr shafqatini yetkazgan vaqtida, ya'ni men bir mo'jiza yaratsam, hangtan qaldinglar deydi emas. Shunday mehr shafqatli kunda Xudoning mehr shafqatini namoyon qilsam, sizlar hayron qaldinglar deb turib bularni ayblayotgani shu. Ham shundaylar bular xatni qilishni tutib turib, ya'ni bular bir amr deb turib, xatni qilishni bir amr, buyruq deb turib, shunday dam olish kuni demasdan bu amrni, bu tuzumni cho'qim o'rindaymiz deb turib, bu xatni qilishni shu qadar ching tutisizlar-yu, bu kunda mehr shafqat, ya'ni dam olish kunda Xudoning mehr shafqati to'lgan shunday dam olish kunda Xudoning mehr shafqatini namoyon qilishni xohlamaysizlar. Balki tuzilma sifatida, buyruq sifatida shunday tuzilmani ching tutishni, qonunda ching tutishni shu qadar ahamiyat berisizlar-yu, lekin mehr shafqatini yurgizishga ahamiyat bermaysizlar deb turib, bu yerda ochiq oshkora bularga yetkazayotganligini biz ko'ra olamiz. Ham shundaqla, shunga tekshirmay turib hukm qilmanglar. Ya'ni tushunmay turib, tekshirmay turib, aniq bilmay turib, o'zinglarning shu nimalar bo'yicha hukm qilmanglar. Hukminglarda doim Xudoning so'zi bo'yicha,
Xudoning adolati, mehr shafqati bo'yicha Xudoning adolati namoyon bo'lsin. Xudoning haqiqati namoyon bo'lsin. Har so'zinglarda, har hukminglarda, har bahoyinglarda bo'lsin, har qarashlaringlarda bo'lsin, Xudoning haqiqati, adolati namoyon qilinglar. Hargiz o'zinglarning qarashi bo'yicha, o'zinglarning o'y fikrlaringlar bo'yichanglar kishilarni baholamasdan, kishilarning oqidan so'z qilmasdan, kishilarni chatga qoqmasdan, shunday haqsizlik qilmasdan, balki har vaqt, har zaman Xudoning haqiqatini, adolatini o'zinglarning so'zlaringlarda bo'lsin, harakatinglarda bo'lsin, namoyon qilinglar. Xudoning mehr shafqatini, adolatini tushunib yetib turib, shu Xudoning adolatini, mehr shafqatini namoyon qilinglar deyotganligini biz ko'rib yetaymiz. Xo'sh, qarindoshlar, bugungi mazmunni biz mushagich ko'rib yetaylik. Amsi hammanglarga bo'libmi bugungi kuningdek, ya'ni o'tib ketish yetining qurbonlik qo'zisi bo'lgan Hazrat Aysoning kiris ustida namoyon qilgan, bizga to'liq ko'rsatgan uning cho'nqur mehr muhabbatini, uning shon sharafini haqida hammanglarning o'ylab, Xudoga bo'lgan shunday bir qalbinglar bilan, mehr muhabbatinglar bilan bugunni va shundaqlar tirilish kunini, yakshanba kunlik ibodatinglarni Xudoning iltifoti, mehr shafqati bilan o'tkazishinglarga tilakdoshman. Biz keyingi sonda ko'rishaylik. Hammanglar Xudodan kelgan aql farosat, donolik, cho'nqur tushuncha, mehr muhabbatlik qalb yor bo'lsin.